Xazinem Tortil Terbiyeleş Merkezi hemmimizning xazinesi. Assalomu alaykum kitobxumar aziz qeyrindoshlar. Mazkur asar madaniyat inqilobi va davomidagi tarixiy ko'rinishlardan tarkib topgan, shundaqli muhabbat, nafrat va do'stlikdan iborat inson hayotidagi eng muhim tuyg'ularni nihoyatda jonli holatda ifodalab bergan roman tipidagi 7 qismliq tarixiy asar bo'lib, asarni ovozliq tayyorlashimizdagi asosiy nishonimiz Uyg'ur xalqimizning vatanga bo'lgan sig'inishiga malham bo'lish, kitobdagi har xil personaj xarakteri va qiziqarli yerlik shivirlarni jonlantirish orqali qalbga kulki beg'ishlash, tariximizni takror eslab chiqish orqali savoq elish va kelgusimiz uchun to'g'ri qadamda ilgirlashdan iboratdir. Mazkur asar Xazinam Tortil Terbiyeleş Merkezi tarafidan ovozga ilindi va tayyorlandi. Maarif, til uchuri, vatan puroqlarini o'z ichiga olgan, ma'naviyatga foydali texnik ko'p sarxil mazmunlardan bahramon bo'lish uchun Xazinam 2020 nomidagi YouTube kanalimizga ergashib olgaysizlar. Bostan yo'li. Xotan noyasiga taqsim qilingan Hikmat ili viloyatlik ma'rif idorasidan rasmiyatlarni elib cho'ng ko'chaga chiqdi. Ko'chaning ikki tarafidagi quchoq yetkisiz shaharab ketgan suvadan teraklar yo'lga quyuq soy tashlab turadi. Gulbaq deb atalgan 4 ko'chaning ikki do'qmushida qad ko'tarib turgan 3 qavatlik madaniyat yurti. 2 qavatlik Türk Mallar magazinini hesabga almaganda kitobxona, pochtaxona, vali mahkamasi, ambulatoriyalarning hammasi bir qavatlik binolar edi. Bu binolarga yondashib, ko'chaning ikki qanotini pakar lampalik do'konlar egallagan bo'lib, bu do'konlarda baqqallar vaqirishadi, 80 xaltalarda dori purishlar, dori darmak jinglishatdi. Navayla go'sht girdilarini maqtishadi, o'tturdiki targ'ini qag'an to'pi yo'lda at uloqlar qistilishib, harvi chaqilari bir-biriga uriladi. To'pi chang ko'tarilgan olomon arasidan po'sha degan ovozlar keladi. Hikmat Gulbog'dan o'tib, uduldagi ikki tarafi oddiy puhra uylari, kasib hunarvanlarning do'konlari zichida o'rinlashgan ko'chaga kirdi. Gulbog'dan birtilla pastga tushib ketgan bu ko'chadan uy va do'konlarning pakar o'ksilardagi kaptarxonalar, yeyivatgan oli yeshil tambal yektaklar ko'rinib turadi. Bu cho'nqur ko'chaga 60-70 qadamcha kirgandan keyin so'l taraf pastda xuddi yer ostiga ko'langan gamidak kichik Patamning oshxonasi deb ataladigan oshxona bor edi. Bu oshxonaning maylashib ketgan eshiklari, islashgan derazalari, maynat jo'zi bandalari qo'rsqi och xaridorlarning loqmini chaynab yutishiga hargiz putli qashang bo'lmaydi. Hikmat ancha uzun mangmayla ko'chaning bo'lingan ochilida to'xtab qoldi. Uduldagi ikki ochimoq tar ko'chaning birsidan kelayotgan taqchi, to'mirchi, tuniki sazlarning taq-toq, jang-jung ovozlari quloqni pang qiladi. Onunga yandashgan ko'chaning oxirini Naylik hukumatning cho'ng oq darvozasi to'sib turadi. Hikmat ichida ma'rif idorasidagi heliq ayol so'l taraf qiziq darvozaga burilgan do'qmosh degan edi-ku. Dedida so'l tarafga burilib, ko'chadan xeyli egiz joylashgan maktabni ko'rdi. Mana bu ichkari tashqari qo'sh darvozaliq oldi ko'k reshatka bilan ihota qilingan mashhur choyxona maktab edi. Balalar texi ta'tildan yig'ilmag'achqa ikki tarafdagi oddiy o'qitish binosi, maktab hovlisi jimjit edi. Uduldagi bir qator pakar uylar ishxona bo'lsa kerak, bir kimning unlik so'zlayotgan ovozi keladi. Hikmat ishxona binosining oldidagi eriqqa to'g'ri qo'yilgan ko'rik ustidagi shodiliq yo'lanma o'rindiqda o'ltirdi. Binoning qisqa koridorining bir tarafi ishxona, bir tarafi majlisxona bo'lib, u tarafdagi echiqliq eshikdan o'riklik bog' ko'rinib turadi. Majlisxonadan aniq bo'lmagan ovozlar kelyotadi. Hikmat Naylik ma'rif idorasining boshlig'ini yo'g'on, semiz, qopqi yomon, kibri yuqori bir odam siyoqida ko'z oldiga keltirgan edi. Go'yo u "Sen palani boshlang'ich qilba" deydigandek bilinib ketdi.
Lekin viloyatlik ma'rif idorasiga rasmiyatlarni bijirib bergan heliq ayolning hozir Akojang çayxana maktabda maktab mudirlari bilan yig'in ichyotidi. U yig'inda 4 go'harmi bor, 4 go'har deganimiz naydiki 4 o'tir maktabning modellari. Balkim sizni ashu 4 go'harning birasiga berar degan so'zi esik kelishi bilan ko'ngli bir oz tingandek bo'ldi. Bir soatdek saqlab zerikkan Hikmat majlisxonaning eshigini chekdi. U dastlab bo'shroq chekkan bo'lsa-mu, keyin Vangchongda anglamagan o'xshaydi deb qattiqroq chekdi. Bir chaqda eshik ochilib, xuddi non ochadigan yayg'udek diqmoq, pakar, beshi chilgidek yumaloq 40 yoshlar chamisidagi cheg'ir ko'z qara odam chiqibli Hikmatga ko'laydi. "Hey odishay, Abdal davzi qaqqandek eshikni uraversi ya." Hikmat o'zining oldida tikkida gidiyib turgan bu jaynakdek odamni biror boshlang'ich maktabning mudiri bo'lsa kerak deb o'yladi bo'g'ay. Shumi mudir bo'ptimi? Mudirdek siyoqi yo'qli bir nimakan-g'u deganni ko'nglidan o'tkazdi. "Men Akojang bilan ko'rishmoqchi edim." "Ha, men shu ya." O'zlari Hikmat damonliqqa gap qilolmay qoldi. Bu mening rasmiyatlarim, meni mushu noyaga taqsim qilgan edi." "Jindek to'xta adash," dedi Akojang rasmiyatlarga ko'z yugurtib va majlisxonaga kirib ketdi. Aradan ancha uzunmi o'tmay Akojang 4 kishini boshlab chiqdi. Eng oldida gidiyib turgan egiz, g'olliq, ko'k shapkasini cho'qqisiga qo'ndirib olgan odam ko'rinishidan bu 4 go'harning sarxili bo'lsa kerak. U go'yo qora toshdan o'yilgandek muskullari ching, at yuzlik, chiroyi surlik odam edi. Oqqo'noqning donisidek yo'g'on tishlari tamakidan sarg'ayib ketgan edi. Uning orqasida turgan odamning bo'yturqi hammadan egiz bo'lsa-mu, lekin u terisi yirtilib, kasili so'ngaklari to'kilib ketadigandek o'ruq edi. Akojang bilan tangli turg'ini 3-vijik odam bo'lib, yuzida ozroq sapkuni bor. U xuddi helili qichqirilgan cho'ji xo'razdek bo'ynini so'zib, ko'zlarini chekchaytib turardi. 4-chi odam putlarini kerib, kelishgan bo'y bastini namoyon qilgandek to'xtamay lingshib, "Qanchalik bingsang ba og'ina" degandek Hikmatning ko'zining ichiga qarab turardi. "Qani og'inlar?" dedi Akojang mudirlarga qarab. "Mushu bala shu, qaysinglar ep qolsizlar? O'zi suratchikan, eng bo'lmasa surtinglarni tatib qo'ydi." Bu 4 mudir ko'rgazmaxondagi biror buyumni zan qo'yib ko'rayotgandek Hikmatning chiroyiga, bo'y bastiga yarashib kelgan ratlik kiyimlarga qaramoqda edi. "Ha, Layqa, Bo'ston, Bagiriq, Islomobod, bir nima demamsizlar?" dedi Akojang sal chechilgandek qilib. "Shap bo'linglar, yig'indikilar saqlab qoldi." "Bizda Kojang o'zlari bilitla", dedi egiz o'ruq. "Ximiya o'qituvchisi kam. Tantarbiya o'qituvchisi bo'lib ketgan bo'lsa, tuz tamitdi", dedi vijik mudir. "Ha, Islomobod." Yo'q, sen olsang bo'lmag'idek", dedi Kojang birdinla yaltiyib. "Bu bala Urumchidan keldi, uning ustiga g'uljiluqkan. Islomobodga akirib kelsang, u qumliqda g'erib sinib qolgudek." "Bo'ldi, mang baslar", dedi 4 go'harning sarxili. "Mendan mum bilan yipning puli ketamdi." "Habballi, meningmi o'ylaganim shu edi", dedi Kojang kulib. "Qara Parmansha, sening degan nahining nuqtaliq o'tir maktabi. Bir sinfqa 3 dan tortib 3,5gacha o'qituvchi beriladi emasmi? Amisa sizlar so'zlashinglar." Akojang qag'anlarni boshlab yig'in zaliga kirib ketdi. Parmansha mudir Hikmatga yana bir qur qarab chiqqandan keyin aldirmay tamaki o'ridi. "Tantarbiyadan ancha-muncha xavring bormi?" "Yo'q." "Sazbazg'o chalalaydigansa?" "Ancha-muncha." "Qaysi sazni?" "Garmon." "Sen degan u nima bizda bor", dedi mudir sal echilib. "Bo'ladi, sen vali mahkamasi bildigansan?" "Ha, shu yerda saqla, men yig'in tugagandan keyin maktabdan uloq kirgizaman." "Soat nechilarda kelar?" "Nechilarda?" Mudir soatiga qaradi. "Hozir 11 bo'lib qopti. Yig'in hali tugaydi. Soat 3-4larda yetib keladi." Hikmat maktabdan chiqib, cho'ng yo'l eg'izida birdam turgandan keyin bozor arlig'ach qo'rsoq to'yg'izib kelish uchun qiziq darvoza tarafga qarab mangdi. U to'pilang rastini arlab jome masjidiga bordi. Agri-burgri bu ko'chaning ikki tarafi butunlay aholi uylari bo'lib, tijoratchilarning vaqirab jaqirashlaridan xoli edi.
Faqat ba'zi uylarning eshigi oldiga dövi yerinde o'tinlar, bag'lam yulg'unlar qo'yib qo'yilgan edi. Hikmatning keyniga qaytib menishiga sol tarafdagi egiz xalta ko'chadan g'unchabo'y bir qiz chiqib keldi. Qizning olma uruqi atlas ko'ngliki uning gulsimon badanini namoyish qilib, oydek yumaloq oq yuzini texmi jazbador holatga keltirgan edi. Bo'stondek quyuq kirpiklari qop-qora cho'ng ko'zlarining ostiga soya tashlab turadi. U tikilib qarab turgan Hikmatga lappida ko'z tashladi-da, jiddiylashganligidanmi yoki sharmi hayo vajidanmi ishqilib, halrang kichik lavlari ching yumilib, qumush qalamda tortgandek qora qoshlari turildi. Cho'ng ko'chaga chiqqan qiz Hikmatning oldida ketib boradi. U beshiga suz zangar heleli yağlıq çiyivagan bulup, yotsi üstüde yılandek sunaylanıp turgan qara bir örüm çeçinin boğulgan uççuğa tırnaqdek qip-qızıl uçburcak tumar bağlangan edi. Hikmat qizning gül badaniga, yuraklarga qamchi bolup tegingan ajoyib chashirga qaraganicha qaysidir shoirning "O'zing bir qiz, cheching bir qiz, ko'ydim sana ey bir jup qiz" degan she'rini esga oldi. Qiz qiziq darvozaning ovat rastasiga kelganda keyniga qayrilib Hikmatga hayo va nomus sharbichi mujassamlangan tatliqqina bir tabassum hadiya qildi-da uzab ketib qoldi. Hikmat oshxonada tamoq yeyitibmi, mehmonxonadagi nas keraklarni yig'ishtirib yetibmi, vali mahkamasi oldiga kelib yetibmi, qizning go'yo nefis bulutlar ichiga yo'shiringan cho'lpon kabi hayoliq husni jamolini, o'ng levi ustidagi ayning yuzidagi dog'dek kichikkina qip-qizil xolini ko'z oldidan ketkizolmadi. Hikmat vali mahkamasining oldidagi ko'k rishotkaga yo'linib, nihoyat uzun saqladi. Parmansha mudir va'da qilgan vaqtdimi o'tib ketdi. Faqat soat 5 bo'lay degandila eshak mingan bir bola yetib keldi. U eshikini daraxtga bog'lab, o'zi eriqdan sakradi. "O'zlari Urumchidan kelgan Hikmat muallim bo'ldi deyman", dedi bola tartingan holda. "Meni mudir avatgan edi." Bola ko'n chamadan bilan chaqqanqini yukni eshakka qo'ldimash qilib otdi. Andın Hikmatni eshakka mindirmoqchi bo'ldi. Lekin Hikmat mingili unimadi. "Minivasla, herib qalla", dedi bola Hikmatni zo'lab. "Orliqi 4 potay keladi." "4 potay? Bu 10 kilometr degan gap", bola kulib ketdi. "Shundaq bo'lsa-mu biroz mangay", dedi Hikmat bolaga qarab. "Ayting nima?" "Sadulla. Shahar ichi kichik bo'lganlikdanmi ular mangmayla sepil oldiga kelib qoldi. Qadimgi zamonni esga soladigan bu sepil egiz ham qilin edi. Uning qo'pi shakllik o'yma qovuqi zaypuraydi. Ular qarang'u to'mir qovuqdan o'tgandan keyin kang ketgan aydalog'i chiqib qolgandek bo'ldi. Yo'lning sol tarafidagi pastlik sozliq bo'lib, qo'mush va yekan bilan qoplangan edi. Hikmat Sadullaning yordami bilan eshakka minib oldi. U eshakni ketib etib, yakanda o'tgan kunlarni esga oldi. Tursun, Matturdi, Atkamlar nalarda yuriydigandi. Shaharda qolganmidi yoki menga o'xshash yezilarga ketganmidi degandek o'y xiyollarni ko'ngildan o'tkazdi. Yo'l bo'yi büyük baraqsanliq bog'lar, yel yemish qoplagan shalang dehqon uylari uchrab turadi. Osmonda bir to'p kaptar go'ngildab uchib yuradi. Sho'rbag'ning terak qaplagan yo'llari gazonning ta'tir so'gat soyisag'an o'stanglardan o'tganda Hikmat eshakdan tushib Sadullani minib olishga zo'rladi. Lekin u zodila unimadi. Hikmat yo'lning ikki qasniqidagi dal-daraxtlar ostida echilib ketgan zarangza orliqlaridagi yerdan 2-3 qirish ko'tarilibli bosh og'an qo'noqlarga, bulung pushqoqlardagi parcha-purat yerlarga terivatgan chamg'ularga qarab, yerning qisliqini, xo'tan dehqonlarning alqanchilikmi yani bekor qo'ymaydiganligini his qildi. Dehqonlar etizlarda qora targa cho'milib qo'noq chepiyotdi. Yo'lda xamanғы qo'noq to'shiyotgan harva uloqlar uzilmaydi. Ba'zi yerlarda qo'noqi chepilib bo'lgan etizlarga suv boshlayotdi. Sadulla yo'lga engishib qolgan shapdullarni uzib, qalamturashni oqlab Hikmatga beradi.
Bu sadda, yavaş bala əşşaptını aqlab yemisi bo'lmaydiganlikni tushundiradi. Ular gap bilan atchuyga yetib kelganligini tuymayli qoldi. Hikmat oppoq etizlarni ko'rib bir qismini bo'lib qoldi. Kent o'ylaridagi ko'kirib turgan uzum baranglarni, kichik ko'chatlarni hisobga olmaganda bu yerlar dov daraxtsiz tap-taqir turadi. Sadulla, bu yerlarda nimandaq daldarax yo'q, dedi Hikmat uning bilan birga ketib etib. Men boshlang'ich o'qiyotgan chig'imda, dedi Sadulla qalam turashni mata ko'nglikining yanchiqig'i selib etib. Po'lat tavlaymiz deb daldarax yel yemishlarni kesib, nurg'un kentlarni shundoq tozning beshida qilib etgan. Voy esit. Lekin ba'zi dadujang sekiltoylar kaltak ko'tirib chiqib, o'zining kent yezlarini saqlab qolgan bo'lsa-mu, lekin ularning ko'pinchisi tutib ketdi. Shu chaqda mening dadamni bog'lab ep ketgan, 2 yildan keyin qaytib chiqdi. Dadam nemish qiladi? Shu duyjang edi, dedi Sadulla Hikmatga qarab. Muallim, eshakni minib olamsiz. Qarang, elang ko'rikka kelib qoldik. Elang o'stingi bo'ston bilan atchuy o'ttirsidagi cho'nqurlikni lo'mshib eqivatadi. Uning ikki tarafidagi tik qirg'oqlari qelin o'tlar bilan qoplangan bo'lib, bosh tarafidagi taramlar o'ttirsida qeri so'gatlar besib olgan tugmanlar ko'rinib turadi. Hikmat bilan Sadulla elak ko'rikidan o'tib, bo'ston g'ungshisining tik yo'liga yamashdi. Ular kent o'ylarining turxillaridan isloh ko'tarilayotgan bir paytda bo'ston g'ungshisiga kirib keldi.